Diqqat bilan Dana Whitening reaksiyasiga qarang. Hakamlarning qarorini eshitganda o'zida emasdi. Magomed Ankalayevga titul jangiga chiqish uchun 5 yil va 14 ta jang kerak bo'ldi. Ammo UFC rahbariyati unga bu imkonni berishga hech ham oshiqmayotgan edi. Jangning ilk soniyasidayoq Alex raqibni oyoqlarini yondirishga bel bog'ladi. Ammo rossiyalik ideal litsenziya ushlab juda oqilona qarshi hujumlarga harakat qildi. Ikkinchi raundning oxirida esa u finishga yaqin keldi. Bu jangni erta tugatish uchun eng zo'r imkoniyat edi. Braziliyalikning mashhur Chabakova zarbasi Magomedni boshini topa olmadi. Lekin rossiyalikni ham kurashga jang qilishi ancha qiyin kechdi. Alexning takedownlarga qarshi himoyasi ajoyib darajada edi. Shamaning muxlislari bunday ssenariyadan rozi emasdi. Zalda shovqin va g'alayon ko'tarildi. Ular Dog'istonlikni stoykaga urishga chaqirishardi. 5 raundlik titanlar to'qnashuvidan so'ng qaror hakamlarga qoldi. Tomoshabinlar qarsak o'rniga svist bilan javob berdi. Ammo shunday kayfiyat fonida Dana Whitening yuzdagi noxush ifodaga qaramay, Rossiyada chempion yana bittaga ko'paydi.